Erkak kishi xiyonat qilganda kim aybdor? Hech kim aybdor emas. Hech qachon aybdor qidirmang. Har doim sababchini olamiz. Sabab faqat ayollar. 99% holatlarda. 1%, 2% holatda erkak ham aybdor bo'ladi. Lekin nimaga hozir ko'pchilik e'tiroziga sabab bo'ladi? Erkak kishi ayolni to'rt jabhada sevadi. Birinchisi tashqi ko'rinishi, go'zalligi. Ikkinchisi do'stona, ya'ni yaxshi suhbatdosh. Erkak kishi uchun bu juda muhim hisoblanadi. Ba'zi erkaklar xotini bilan gaplasha olmasa, albatta telefonda kimdir bilan gaplashadi. Xo'p, borib xiyonat qilmaydi, lekin telefonda suhbatdosh qidiradi o'ziga. Uchinchisi energetik quvvati. O'zi xohlamagan holda ayoldan energiya oladi erkak. Ayolning energetik quvvati yuqori bo'lsa, erkak hech qachon o'ziga energiyani tashqaridan qidirmaydi. Va to'rtinchisi jinsiy aloqa tarafdan. Intellekti balon, har tarafdan yetuk, lekin yaxshi suhbatdosh emas. Bo'ldi, qidiradi. Yaxshi suhbatdosh, boshqa taraflari zo'r, lekin tashqi ko'rinishga ahamiyat bermaydi. Albatta chiroyligini qidiradi va hokazo. Qolgan jabhalarim